Bu narsalar sizga hech qanaqa energiya bermasligini bilarmidingiz? Endi bilib olasiz. Dunyodagi eng birinchi energetik ichimlik 1962-yilda Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Ichimlik xuddiki doriga o'xshab kichkinagina shisha idishlarga quyilib sotilishni boshlagan va uning nomi Lipovitan D. Ha, aytgancha hamma biladigan Red Bull energetik ichimligi ham aynan shu Yaponiyaning mahsuloti tufayli paydo bo'lgan. Bularning hammasi reklamalarda aytilgandaki sizga rostdan ham toza energiya bermaydi. Tarkibidagi kofein, shakar va boshqa moddalar insonning asab tizimini majburlab maksimal darajada ishlatadi. Ya'ni bu ichimliklar sizga tashqaridan energiya bermaydi. Shunchaki organizmingiz o'zida qoldiq energiyani majburlab ishlatadi. Qo'shimchasiga energetik ichimliklarning iste'moli qon bosimi, ya'ni davleniyani ko'taradi va yurak bilan turli xil muammolarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Ushbu ma'lumot foydali bo'lsa, obuna bo'ling.